Ismoiljon, sog'ligingiz yaxshimi, tinchmisiz? O'sha mana hozir nechta bemorlar ko'rayotgan bo'lsam, endi boring yana 1998 bitirgan, 1998-yil bitirganman men institutni, Andijon davlat tibbiyot institutini. Endi bizda bilasizmi, shablon bo'yicha o'qitadi biz vrachlarni. Bitta shablon bo'yicha o'qiymiz, o'rganamiz. Har qanday kasal kelsa, sefazalin, cefotaksin, avvallari ampitsilin, pensilin, ampitsillindan boshlardik. Undan keyin ampiox chiqdi. Endi hozir moda bo'lgan cefazalin, cefotaksin. Uni asoratini bilsangiz, juda yomon qon raki keltirib chiqaradi cefazalin. Bizda hozir o'ta rivojlanib ketdi. Uni asoratiga e'tibor bermayapti. Chunki u cefazalin, cefotaksinlarga firmalar orqali hozir podarka beryapti-da, idishini to'plab olib kelib beradi, boshqa qiladi, aptekachilarga televizor, kompyuter beryapti, uni rosa yozishyapti kasallarga. Cefazalin, uni bizni o'zbek juda sodda-yu, eng zo'r aldagani o'zbek yaxshi-da. Nimaga deydigan bo'lsangiz, uni lecheniya qilgandan keyin bizni o'zbeklar sodda, hech qaysi dorining instruksiyasini o'qimaydi. Mana men o'zim tavsiya qiladigan, mana siz ichayotgan, mana uyingizdagilar ichayotgan mahsulotlar bo'yicha men 2006-yildan beri o'qib izlanaman buni. Xabaringiz bor, chet ellarga bordim bu soha bo'yicha, Turkiyaga bordim, Misrga bordim, Qozoqqa bordim, Rossiyaga, Moskvada o'qib keldim, malaka oshirib, Ukrainaga bordim. Ya'ni o'zim tavsiya qilayotgan mahsulotlar bo'yicha men o'zim mutaxassisman. Buni men bilan hozir hech kim bahslasha olmaydi bu mahsulotlar bilan. Chunki men o'zim bu soha bo'yicha o'qiganman. O'shuning uchun doktorlar ham faqat o'zini sohasi bo'yicha o'qigan. O'sha gemadiz, pensilin, cefazalin, gentamicin, metrit. Metritni o'zlari tushunmaydi nimaga qo'yayotganini. Metrit suvoy yiringli kasalliklarda qo'yiladi. Kimga bo'lsa metrit qo'yishyapti. U qon raki keltirib chiqaradi onog'i. Qon raki mana o'sma degan kasallik. Mana immunoglobulinlarda immunomodulin qilamiz, timalin qilardik avvallari immunitetni oshirgani. Mana endi meditsina aniqlayapti. Nima o'sma kasallik keltirib chiqarar ekan, uzr deb. Mana dekaris qurt dori aptekaniki, u ham rak kasalligi keltirib chiqaradi deyapti. Gemodizni chiqarib olganiga qancha bo'ldi? Gemodiz chiqarilgandan keyin yaqin kunlargacha ham doktorlar foydalandi. Issiq o'kil bor, kalsiy xlor. Buni chiqarib olganiga qancha bo'ldi davlat? Lekin haligacha qilishyapti. Nimaga? Odamlarning miyasida issiq o'kil mendan sovuqlikni chiqarib yoradi degan tushuncha bor. Shu o'zbekda aldash osonda, tomirdan ukollarni qilib mana menga nechta aytyapti tanishlarim. Sherzod, senda imkoniyat bor, qobiliyating bor, o'zbeklarning pulini olmaysanmi xususiy banisi ochib deb nechtasi maslahat beradi. Xo'p, nimada Qo'shtepada bitta aptekachi opam bor, tanish, juda bunaqa boy xotin. Sherzodbek xususiy banisi oching deyapti, yurgizing deyapti. Mana men o'zimizning HBK yonidagi Chastin klinika qancha aytib o'zingiz yurgizing deb. Rasa aldab bo'lsa bo'ladi hozir o'zbeklardan osma ukollarni qo'yib, gentaminsillarni qilib, hozir eng zo'ri bilasizmi nima qilyapti xususiylarda? Dexametazon degan gormon bor. Osma ukolga shunday qo'yib qo'yiladi, o'sha 2 soatdan keyin yaxshi bo'lib qoladi. Asmasi bormi, yuragi og'riydimi, bo'g'imi og'riydimi, qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar hozir gormon qo'shib qo'yishyapti. Shunaqa xitri uslub ko'p bo'lgan. Nimaga desangiz, 10 kunda yaxshi qilib yormasa, bu doktor yomon ekan deydi, pulini ola olmaydi. O'shuning uchun 10 kun ichida qanaqa qilib bo'lsa ham gormon qilamiz, psixotropnik dorilar qilamiz. O'shini mana bittasi aytayapti, nimada? Amitriptilin degan anaqa bor. Asab tinchlantiruvchi. Xususiyga yotasiz, klinikagami, boshqagami. Endi klinikagayu hozir ko'proq qishlaqlar davolanyapti. Sababi klinikada qolib ketdi endi, u SR paytda davolanadi. Hozir mana borib kuzatsangiz klinikaga 99% qishlaqlar. Chunki tushunmaydi. Rosa oson aldashadi ularni. Eski Burgani onam, o'zimni onam. Rosa tushuntiraman. Endi eski odamlar ular ham. Jon aya, o'zingiz organizmingizga qarang. Doktorlar davolamaydi. Hech agar doktor zoti kasalni davolaganda hozirgi kundaqa ko'payib ketmagan bo'lardi kasallik. Mana men o'zim doktorman, o'g'lingiz. Mana boshqa chet ellarda o'qib keldim, malaka oshirib keldim. Tashadim shu ukol ximiya dorilarni. Chet ellarda o'zi qolib ketdi, qilinmayapti bu narsa. Tabiiy narsaga o'tib ketgan desam, onam unamaydi. Yo'q, sen aytib orasan, biz SSSRda olamiz, ukol dori bilan katta bo'lganmiz deb. Bir kun kennayamlar telefon qilyapti, ayam g'alati bo'lyapti. Klinikaga olib borib yotishingizni qo'shdi mendan so'rabaslar. Klinikaga borsam, rasu hali biz bilan bitta o'qigan bola, zo'rg'a bitirgan bola klinikaga ishga kirib olibdi. Shunda ko'rdimda afsalam pir bo'ldi. Endi uni klinika desa biz o'zbek qishlaqlar, "Vo, u rosa zo'r banisa" deb o'ylashadi.
Bordim, haligi bilan gaplashdim. Qanaqa kasal desam, qaltirayapti. Chunki biladi, birga o'qiganmiz o'zi zo'rg'a bitirganini institutda. Profilaktikasi qanaqa dedim? Hop, mana ukol dorilar qilyapti ekan. Mo dori nimaga ta'sir qiladi? Bu qanaqa? Insultni nimasi qanaqa? Etiologiyasi, patogenezi qanaqa bo'ladi deb jursam, qaltirab javob beraman. Ha, endi Sherzodbek o'zingiz qaraysiz deydi. Olib chiqib ketdim keyin. Ozgina yotgandan keyin ayamga tushuntirdim. Aya, davolamaydi u klinika. Hech qachon doktor davolamaydi. Vaqtinchalik kasalligingizni belgilarini yaxshi qilib qo'yadi deb ayam mana o'zi parhez qildirib, oxiri mana tushunyapti. Ha, o'zingga bog'liq ekan. Baribir o'sha ovqatlanish, manaqa tabiiy narsalarni yeb yaxshi bo'lasan ekan. Boshqa deb mana endi tushunib yetyapti. Lekin haligacha baribir miyasida bor. Chunki hali eski odamni tushunmaydi ular. Mana yaqinda mana amerikalik bitta mijozim bor, ana bitta bola. Ana internet orqali chiqdi menga, Sherodaga shunaqa kasal bo'lib qoldim, boshqa qildim, shunga deydi, sizni topdim shu через anaqa internet kanallaringiz orqali dedi. Men nazarchini qilib beraman dedim. Shunaqa vitaminlar orqali tabiiy narsa bilan ovqatlanishlarni aytsa, deydim, Amerikada ham dedi, aka 3-4 marta gripp bo'ldim, doktorga borsam hech qanaqa ukol yo'q. Amerikada ukol topa olmaysiz, aka deydi. Menga nimaga ukol qilmayapsizlar? Ukol qilinglar, osmonkol qilinglar, dori qilinglar desa, hali doktorlar hayron, menga qanaqa ukol aytyapsan dedi. Shu mana shamollaganimga ukol qilmaysizlarmi desa, umuman Amerika davlatida ukol yo'q deyapti. Faqat tabletka, parashoklar o'zlari tayyorlab, o'sha qilib berar ekan. Nima, nazarchini qilib. Faqat deydi tabletka orqali deydi, sanali narsalar beradi deydi. Hammasini. Shu bizda qolib ketdi xolos. Chunki O'zbek hozirgacha nimada ovqatdan ko'ra dori zo'rayapti-da, o'sha uchun maza qilib pul ish qilyapti. Doktorlar ham, apteka ham. O'shuning uchun demoqchimanki, tabiiy narsa baribir tabiiy narsa. Mana hozir 2006-yildan beri hozir 13 yil bo'ldi. Orada ozgina tanaffus hisobga olmaganda qancha bemorlarga beryapman. Mana sahar kasallari nechtasi yaxshi bo'lib ketyapti. Chunki organizmni o'zini tabiiy holatiga qo'yib berishlik kerak. Organizm o'zini o'zi davolaydi. Faqatgina biz bunga sharoit qilib bermayapmiz. Bola yo'tasi ham yugurib borib ampitsilin, uni nima, oksatsilin olishib olaveradi. Sal beli og'rib qolsa yurib borib sefazalin, aloe olishib oladi. Men ukolini, ukol yaxshi qilsa, bu yoqqacha yaxshi bo'lib ketardi. Odamlarni qarang, ana nima, ovqatdan ko'ra dori yeyapti hozir. Chunki aldagani o'zbek yaxshi, maza qilib pulini olyapti. Men ham shayton vasvasa qilyapti, xususiy ochib pulini olmaysan qishlaqalarda deb. Vijdon qo'ymayapti. Chunki osonda hozir meditsinada pul topish. 10 kunda yotib 1,5 million 900 ming tomiridan qo'yib garmonni qilib chiqaraverasiz. 10 kunda zo'r bo'lib qoladi. Ha endi nariyoqqa borib javob berish bor. O'sha tomonidan qo'rqib turibman. Bo'lmasa oz chek solish kerak, mashina olish kerak. Balans ochib rosa aldagim kelyapti meni ham o'zbeklarda. Lekin mayli qiyinroq bo'lsa ham, uzoqroq bo'lsa ham mana tanlagan yo'lim yaxshi. Ko'katlardan, mevalardan, tabiiy narsalardan qilingan. Baribir organizm tabiiy narsani xohlaydi. Ximiya bu biznes. 100% biznes qilishyapti. Kerak emas, kerak. Reanimatsion holatlarda agar bemor hushidan ketgan, koma holati bo'lgan bo'lsa, shokka tushgan holatda, uzoq hushsiz holatda bo'lsa, o'shunda biz ukol yo shprits orqali tomiridan ozuqalarni vaqtinchalik berib turishimiz mumkin. Agar mijoz sog' holatda, ko'zi ochiq, hushida, tomog'idan ovqat o'tyaptimi, buni 100% tabiiy yo'l bilan davolash kerak. Uni davolayotgan doktorlar, mana Oblbanisabi klinikami yo boshqa joydami, chastliklardami borib sal malaka oshirib, bir chet ellarga pul sarflab borib o'qib o'rganib kelsa, chet elga borsa kirgizmaydi. Bu nazarcheniyasi bilan sudga berishvoradi. To'shaydi, dorilarni yozib beradi, qo'qib ketasiz. Nima? Bitta kamqonlikka 3 xil temir dori yozib berishadi. Bitta temir deysa axlat qop, mexanizmini ham bilishini, organizmni o'rganmagan. O'shuning uchun doktor zoti unaqa xunik qariydi, etdi o'ladi doktorlar. E'tibor bering-da. Doktor zotlari. Sababi o'zlari nima qiladi? Ximiya bilan o'ldiradi ular. Miyasi qatib qolgan, malaka oshirmaydi. O'sha 80-70-yilda chiqqan bitta Bashkovskiy degan kitobimiz bor. O'shaga qarata ukolni sayib o'tirishaveradi. Gupara qasir dorini berib, instruksiyasini ham o'qimaydi. Instruksiya o'qisangiz instruksiyasini birov dori ichmay qo'yadi. O'shunga men demoqchimanki, baribir uzoqroqda bo'lsa ham tabiiy yo'l bilan davolangan yaxshi. Biz masalan meni doktorlar lobimga chiqa olmaydi tabiiy nima bo'yicha. Chunki 2-3 ta savol beraman, qochib ketadi. Prosta aldab yurishibdi. O'zi ham tushunmaydi nima qilayotganligini. Hali ham hozir eng yomon tomoni garmonga o'tib ketishgan. Garmonni qiladi, zo'r bo'lib qoladi, sirasi. Keyin 3 oydan keyin, 6 oydan keyin yana qaytalanaveradi, ta'sir qilmaydi, oxiri quriydi organizm. O'shanga men demoqchimanki,
baribir hali chalg'imasdan tabiiy narsani qilganimiz yaxshi. Masalan, isbotlab bersin agar zo'r bo'ladigan bo'lsa. Yo'q, mana sefazalin zo'r, gentamitsin bilan zo'r. Mana gentamitsin olga homiladorlar. Bitta nima kelyapti, ana mijozim. Nimada ham ana kanalga ham yozib tashab qo'yganman. Juda hali ajoyib bir shirin bolasi bor. Kar, unaqa eshitmaydi. Ham soqoq, ham kar. O'zimdan tavakkal savol berdim. Opa, homiladorligingiz qanaqa o'tgan? Gripp bo'lganmisiz? Ha dedi. Gentamitsin olmaganmiz homiladorlik desam, gentamitsin olganman-da deyapti. Ana, homiladorlikda bitta mol ginekolog parosati yo'q. Nima ginekolog nimaga ayolga gentamitsin buyurib qo'ygan. Gentamitsin olsa homiladorlikda ayollar bolasi kar va soqoq tug'iladi. U mol parosati yo'q, kitobda ham, shu o'zi qilayotgan dorini ham to'la o'rganmaganda. O'shuning uchun men tavsiya qilayotgan dorilarda bitta zo'r tomoni, yangi tug'ilgan chaqaloqqa bir bankasini ichirib olsa ham zarar qilmaydi organizmga. Chunki bu mirovoy standartdagi, GMP standartdagini olgan mahsulotlar bular. Men o'zimda sinab, keyin boshqalarga tavsiya qilaman. Mana hozir Murskoy kompleksda ham o'zimda sinadim, natija oldim va o'sha sohalarga, kasallarga o'sha narsani tavsiya qilyapman, o'zimdan sinab ko'rib turib. O'shuning uchun men demoqchimanki, juda katta hozir ehtiyot bo'lish kerak mahsulotlarda.